Yaxshimisizlar, tinchmisizlar, sog'liqlaring yaxshimi? Efir qilishdan hozir mana efir qilishni boshladim. Bu efir qilishimning maqsadi bundan bilasizlar, 1-2 hafta oldin ijtimoiy tarmoqlar orqali Ulug'bek Ashurov, ya'ni negativ kanalida chiqish qilgan edim. Chiqishimning boisi mana korrupsioner Ulug'bek Qosimov bor-ku, bugungi kunda Surxondaryo viloyati Termiz shahri, ya'ni Surxondaryo viloyati hokimi bo'lgan, bugungi kunda faoliyat olib borayotgan, oldingi mansabi prokuror bo'lgan, lekin kallasida a yo'q, na bilimi, na ilmi bor inson bugungi kunda viloyat hokimi bo'lib ish faoliyat yurityapti. Bugungi kunda u prezidentning qarorlarini rukash qilib, o'z jinoiy daromadlarini legallashtirish maqsadida boylik orttiryapti. Raket yo'li bilan mansabidan foydalanib, insonlarning yeri bo'lib turib, loyihasi bo'lib turib, qarori bo'lib turib, proyekti GSMdan hamma narsasi bo'lib turib, bunga berilgan vakolat, ya'ni prezident bergan vakolatdan foydalanib, prezident chiqargan qarorlar, ya'ni insonlarda yaxshi yashash va zamonaviy bugungi kunda city mallar qurilishi, viloyatlararo shuni rukach qilib, shuni pesh qilib, jinoyat, korrupsiya sodir etib kelmoqda va jinoiy daromadini legallashtirib kelyapti. Bu legallashtirish oqibatida o'zi eshityapman, Chinara degan restoranda o'pdi deb eshityapman. Ana haydali quruvchini sog'ib pul kelmagandan keyin hozir u hamma narsasini sotayotgan ekan. Ko'p gaplarni eshityapman. Ulug'bek Qosimov, yig'ishtirasanmi yo'qmi? Pulimni ber. Respublika prokuraturasi, Respublika SMBsi, Respublika SMB o'zi rol o'ynamayapti. Hozir bitta qo'lida hokimlarga berilgan, bitta qo'lida prokuraturani o'ynatyapti, bitta qo'lida yana Abdurahmon aka aytganday, bitta qo'lida yana militsiyani o'ynatib o'tiribdi. Voy baraka topkurlar, berasanlarmi yo'qmi? Mana men sizlarga yana chiqish qilyapman hozir. Meni 3 ta masalam bor. Hammasi yer masalasida bitta o'tyapman. Mana tadbirkorning o'g'li chiqib, "Opa, ishingizni hal qilib beraman, menga muhlat bering, bo'ldi, hal qildik, kelishdik" dedi. "Xo'p" dedim. "Menga topib ber." "Mayli, yana 1 hafta" dedi. 1 hafta. Bularni bilmayman, Ulug'bek. Bu haydalim nima bilan hamma narsasini tortib olganmisan, shunday ayanchli ahvolga tushib qoldimi? Yesang ham kam ye deb prezident aytayapti-ku, insof bilan ye, nima bilan ye deyapti. Qo'y, bizga ham bir teksin, biz ham olaylik, yana hamma narsasini tortib olsan, bizga ham bersin. Biz endi joyga joy beryapsiz, narsa beryapsiz, bir lishniy pul so'rayotganimiz yo'q. Hammani izdan chopib yurar edi Haydal aka, yopish uchun. Hokimga yaxshi ko'rinay deb oxiri senlar to'ymading. Yaxshi qilibsan, o'zi tushunib yetgandir. Ulug'bek Qosimov, sen chuchvarani xom sanabsan, meni joyimni tortib olaman. Mana berdim, bo'ldi, tadbirkor hal qiladi dema. Men senga tahdid, shantaj qilishni xohlamayman. Mana yaqin do'st, mana Respublika prokuraturasini mana o'zi ogohlantiryapman. Men hozir mana Qo'shma Shtatlar Amerikadaman. Adresimni ham beraman. O'tgan safar 2tasi menga tahdid qilib aysga beraman. Xohlasang katta xolangga borib aytib ber. Xo'pmi? Men adresimni o'zim beraman. Mana Philadelphia nimaga 600 Red Line'da turibman. Mana o'zbek tojlar hammasi atrofini to'lla. Apartamentimni nimasigacha beraman, raqamigacha beraman agar kerak bo'lsa senlarga. Nasib bo'lsa, chiqishdi men elchixonani oldida o'tirib so'rashga majbur bo'lyapman. Yaxshilikda chiqyapman. Men mana bu yerga kelib, havasaki senlardan pul so'rash uchun, yo bir havasaki senlarni asabingga tegish uchun chiqayotganim yo'q. Senlar haddingdan oshib ketyapsan, qonunda manimda barmog'ingga o'ynatib. Endi o'rganib qolding, qo'lingga bir prokuraturani o'ynatib, bittasiga militsiya qo'lingda xohlaganingni qilib tortib olib, chusut qilmayapsanlar. Lekin oldingda mana fazilat turibdi. Haydal aka aytar edi-ku, to'yga chiqib aytuvdi, 1 soat bo'lsa ham haydalman deydi. 1 soat bo'lsa ham fazilatman. Mana men katta gapiryapman. Qani menikini kim yo'lar ekan? Shuna borib, ana shu yerda 1 hafta qolib chiqish qilaveraman. Eshitsa ham, eshitmasa ham militsiya chaqiradim, polis. Aysti chaqirasam menga qizig'i yo'q. Chaqiraver. Qayta meni ishimni yengillattirib berasan. Men chiqish qilishda majbur bo'lyapman. Hozir kunda to'g'ri, mana Xudoga shukr,
futbollar mana dunyo ko'ryapti, taniyapti, bizni ham xursandmiz. Men haqqimda sen korrupsioner, poraxo'r Ulug'bek, pulimni ber. Qancha dollar olib berdinglar? Dollar olib beryapsan. Mana yuqoridagi administrator, vazirlik Saida Mirziyoyeva iltimos. Bittasi bor edi. Isroil Bo'rish degani, Zaynobiddin Nizomidinov meni orqamda deb qancha jinoyatlarni sodir etdi. Jinoyatlarni sodir etib, men ham Erkin Turdimov bilan ishga kelganda 11 yil beruvdi, milliard pulni yeb ketdi. Mana Zaynobiddin Nizomidinov ishdan ketib, Allohga shukr bizda chiqishimiz bilan unga jinoyat ishi ochilib 11 yil bergandan keyin Alisher Usmonov degan bor edi, Surxondaryoda bir 5 yil yurdi. Buni olib chiqib ketdi, hech kimga pokazyanni bermaganligi uchun. O'sha yerdan qanaqa o'qlab olib chiqib ketdi? Bugungi kunda ko'ryapsizlar, hokimlar qamalmayapti. Milliard trilliard desa ham. Qanaqa bo'lib chiqib ketdi? Oliy sudda birinchi zamini nima bo'lib 6 yilga berib chiqarib ha, nimamish bu farishta, bu oppoq, hammasiga aybdor quruvchi, loyihachi, arxitekturachi deb. Mana bugungi kunda men aytmoqchimanki, sizni nomingizni tilga olib, mana Ulug'bek Qosimov, Saida Mirziyoyevani qandaydir qarindoshingizni kuyov ekanmi, siz bilan kursdosh ekanmi, sizni nomingizdan foydalanib, mana zo'rg'o'ligini o'tkazyapti, hech kim hech narsa. Kimga telefon qilsam aytayaptiki, bu Saida Mirziyoyevani kursdoshi, siz bunga tishingiz o'tmaydi. Chuchvarani xom sanabsan shu gapingga Ulug'bek. Ko'ramiz kimni zo'rligini. Birinchi zo'r tepada turibdi. Tepada osmon, 7 qavatda tepada Alloh turibdi. Undan boshqa hech kim zo'r emas. Hammamiz o'lamiz, ketamiz. Mana tana qoladi, ruh chiqib ketadi. Mana tanani yerga qo'ysang ham qurtiydi, go'rga qo'ysang ham qurtiydi. Bu tanani hech kim g'amini yema. Ruhimiz chiqib ketadi. Shuning uchun Xudodan mana shu o'limimizni tan olganimiz uchun sen bilan yakkama-yakka chiqyapman. Pulimni bersang ber, bermasang men Saida Mirziyoyeva chiqib haqqimda elchixonalarda oldida bayroq ko'tarib, mana korrupsioner, mana kursdoshingiz, mana Xudodan topsin iloyo, yer yutsin iloyo buni. Mana Hoji bobo aytganday, mana korrupsionerni endi mana bu mana ulab bir 30 ta rasm qilib ilib chiqaman. Ilib chiqib haqqimni so'rayman. Boshqa ilojim qolmadi o'sha. Men haqqimni senga berib qo'ymayman. Hokim ekan, prokuror ekan, u ekan deb tupurdim senga, tushundingmi? Dalishi tupurdim Ulug'bek. Tupurib qo'ygan joyim bor senga. Hokim bo'lsang o'zingga, menga emas. Hozir bittasi chiqib bilan chekiga o'tirib olib gapiryapsan. Surxondaryoligimda ham 100% bor. Menda borib mana bu yerga uncha maza qilmayapman. Men naryoqda borib O'zbekistonga qaytib borib uy oldilaringda so'rasam, men zavq olaman. Iloyim o'lib ketsam ham. Zato maza qilaman. O'zimdan ko'p sinaganman. Qani Allohni tanlaymanmi yo manfaatim uchun, narsam uchun yo meni bir 2 marta qiynasa yo bularni yon bo'lsam ham yo sendan kechir. Biron marta kechirim so'rab chiqqanimni ko'rdingmi? Ikki dunyoda ham so'rayman. Korrupsioner Ulug'bek, poraxo'r. Surxondaryoni talayapsan. Prezident uy joyiga muhtoj deb yana bir gala mana bu vazirligingu, bir gala mana bu administratorni yarim chala nimalar nusxalari dokument qilib kirgizayapti. Maqsad nima? Senlar pul ishlash, tadbirkorlikni rivojlantiryapmiz, aholi uy joyiga muhtoj deb, kanalizatsiyasi yo'q, parkovkasi yo'q, orqasida manfaating turibdi-da. Bitta uy hozir o'ylab ko'r, Amerika bilan tenglashib qoldi Toshkentlar. Na parkovkasi bor, na kanalizatsiyasi bor. Pul ishlayapsan. O'zi mana bozor, magazin qurilsin degan joyga, muncha joyda Bahodir Qodirovga beryapsan, Haydaliga do'ngga ruxsat beryapsan. Magazin joyda, bozor hududi. Erta odamlar u do'ng qurilgandan keyin qancha mashina kirib chiqishi kerak. Tirbandlikni o'ylamayapsan. Loyiha qilmayapsan. Arxitektura o'z ishini qilmagandan keyin seni boshliq qilib qo'ygandan keyin senda miya bormi? Seni mana kallang, miyang qashshotchiging pul deb aylanadi. Hozir kunda aytayapman-ku, senlar millionni pisand qilmayapsan, milliard bilan gaplashyapsan, so'mda endi. Bitta oddiy viloyat hokimini uyida 2 million dollar chiqyapti. Bitta viloyat hokimini yordamchisini. U представлять qilyapsizlarmi? U gaping o'tmaydi. Men ko'p so'rayotganim yo'q, bilasan. Men o'zimni yerimda pulini so'rayapman yoki menga qurilish qilma bo'lmasa. O'tgan sira arxitekturani chiqib haydab o'rding, Fazilat bizni fosh qiladi deb. Siz joyingizga joy beraman, ko'ramiz.
Ko'ramiz, hozir uzoqda o'tirib hech narsa qila olmaydi. Uxlolmaysan. Shuna uxlolmaysan. Nazar past bilan qaraver. Ko'ramiz. Vaqt soat. Xudo de, meni nimamga duchor bo'lmaki, bir yopishib olaman-ku. Qaytish qiyin masala, to'g'risi. Juda rahimli, kechirimli insonman u tomondan, lekin sendan nafratlanaman. Tushundingmi? Nafratlanaman. Pulimni ber. Men sendan pulimni so'rayapman. Ulug'bek korrupsioner, poraxo'r. Voy poraxo'r, pulimni ber, poraxo'r. Poraxo'r, ko'chalarda mana yo'llarni yarmini yoptirib, magazin qilib beryapsan, go'yoki tadbirkorlikni rivojlantirishda. Poraxo'r. Yo'llar asfaltni puli qani? Pul qani? Pul qani? Ulug'bek Isroil deb baqirib yurar edi. Men Ulug'bek deb baqiraman. Pul qani? Pulni nima qilding? Prezident berayotgan trilliard, million xalqini yaxshi yashash uchun, infratuzilmasi yaxshi bo'lish uchun qani pullar? Pullar qani? Nafsingda restoran olyapsan, bozorda sotib olyapsan. Kimdan so'rab olib bozor sotding? Hali uni ham nimasini qilaman? Prezidentning qarori deysan. Xo'sh, prezident qaror chiqaribdi. O'sha yerda atrofdagi kimni do'koni bor, kimni narsasi bor, sen o'rganib chiqib, ularni rozilik bilan kadastr bormi, yo'qmi? Mani kadastrli joyimni sotib o'ribsan salohga. Hali u masalaga keyin o'tamiz. So'z bitta masalani hal qilaylik. Hammasini emas, bitta. Chunki seni men ancha qiynab o'tirishim kerak-ku. Hammasini qilsam-ki menga ham qiziq qolmaydi. Qani ko'ramiz. Pulimni ber. Tushundingmi? Men senga mana murojaat qilyapman. Respublika eshitdinglar? Prokuratura qancha oldilaring? Qanchaga kelishyapsizlar? Buni mana shunaqangi jinoyat sodir etish uchun administrator, mana prezident administratoridan. Yo Saida Mirziyoyeva siz buni hasblashilayapsizmi? Yo Kolim Allamjonovga beryapsanmi yarim dolyani? Seni bunday qilayotgan jinoyatlaringni yoshirish uchun seni qo'llab, quvvatlab o'tiribdi. Kimga beryapsan? Ulug'bek, sheriging kim? Beryapsan-ki sen mana shunaqa chancha jinoyat sodir etsang ham chiqib bugun aholi murojaati birinchi o'rinda turibdi deb mana bu spektakllar qo'yib beryapsan quruq rasm bilan. Bir seni birov ikki kishi bir suhbat qilsin, kimligingni bilasan. Kalangda yo'q, sendan ko'ra bir o'qituvchi bir bilimi bor. Kimga beryapsan? Sen bu yerda o'tirgan nimada? Nimani va'da qilishdi senga? Vazirlikdimi? Yo bironta joyga general bo'lasan dedimi? Nimani kelishyapsan? Talashni bas qil, yerimni ber, men ko'p so'ramayapman. Senlar bitta abeting bo'ladi u pul. Bugun kunda bitta somsani 1 millionga sotyapsanlar-ku, tadbirdagi tashkilotchilar keldi deb. Hech narsa men sizlardan o'ti dunyo so'rayotganim yo'q. O'zimni pulimni so'rayapman. Bepul sizlardan lishni pul ber deyotganim yo'q. Mana tadbirkoringga aytib qo'y, mayli mana shunchaga beraman dedim, menga pul kerak deb o'zicha laliga soldi. Yo'q, meni narxim o'zgardi endi. Men mana shuncha chiqish qilish uchun. Qani ko'ramiz kim zo'r, kim nimaligini. Men zo'r emasman, men xudo, men haqqimni talab qilib, sen korrupsionerdan olaman lekin. Ulug'bek, korrupsioner, poraxo'r, pulimni ber. Pulimni bermasang, sharmandai jahoningni chiqaraman. Ko'cha bo'ylab yuraman. Osal oqsoqlanib yuribman, ana shu oqsoqlanib ko'chalarga yuraman. Baqir, chaqir qilib yuraman. Bu yerga hech kim hech narsa demaydi. Bu yerga polisni chaqir, bu ko'chani jamoatini buzyapti degan yo'q. Haqqingni so'rayapsanmi deydi, xalqini o'ziga padishka qiladi. Nima bo'lgan vaziyat deydi, o'zlari kelib yordam beradi senga jo'r bo'lib. Ular yomon ko'radi senga o'xshagan korrupsioner, poraxo'r, xalqini qiynab davlat rahbari ajratgan pullarni talon-taroj qilayotganligingni ko'rib eshitsa bular juda nafratlanadi. U sen ikkita tifal berib, o'zingga maqtov yorlig'i berib, blogerlarni o'zingning nomingga qilib olasan. O'lsin shu blogerlar ham sharmanda bitta tifalga, bitta faxriy yorliqqa o'zini sotib, isnot. Shuna narxing arzonmi bitta tifalmi, televizormi? Isnot sharmandalar. Shunday qilib mana hozir sendan yana mana vazirlik nimalardan to'g'ri hozir juda asabim buzilib o'tiribdi. Nimaga asabim buzilyapti? Nohaqlikka, yolg'onga chidolmayman. Kelishgan odam bilan qo'l beraman. Kelishdi, yaxshilikcha masalani hal qilib, men seni tanimayman, sen meni tanimaysan deb chiqib ketishni yaxshi ko'raman. Men yoqtirmayman. Birovga shantaj, birovga umuman meni nimamga, xususiyatimga mos emas u. To'g'ri kelmaydi. Unaqa senlar u. Men vazirlik qancha pul olding? Pulimni olib ber. Senlar loyihasini chizdirib, senlar bergansan-ku mana Bahodir Qodirovga 16 etaj ruxsat ber deb Ulug'bek senlardan ruxsat olib,
arxitekturadan, u yerdagi administratordan ma'qullab olib keladi. Senlar ma'qullamasang, hayotda Ulug'bek bunga ber olmaydi. Qancha olding, necha pul berdi? Meni haqqim qo'yib ketibdi. Men ham haqqimni beringlar, voy baraka topkunlar, pul. Pul kerak menga o'zi, pul. Pulimni beringlar tinchgina. Men ham bir mazza qilib yashay. Nima senlar uchun men ishlab topib u yerlarda urushib, talashib o'ganmanmi? Senlar uchunmi? Endi urushib, talashib o'gan narsamni senga berib qo'yamanmi men? Ikki dunyoda ham ololmaysan u, huquq bilan himoyalangan to'g'ri o'zi senlar qonunni oyoq osti qilib, reket yo'li bilan odam o'ldiryapsan, reket yo'li bilan tortib olib, talon-tarojlik qilib, aytaman bir qo'lingda ichki ishlar, bir qo'lingda prokuratura, afsuski bugungi kunda xavfsizlik yo'q. Xavfsizlik yo'qligini oqibatida bugungi kunda senlar xushing kelgan ishni qilyapsan. Mana xavfsizlik o'zi qanchasini qiryapti. Senlar ularga qarshi qanday kompromat ishlayapsan? Go'yoki ichki ishlardan chiqqan bir ikkita xodimni olib tanish bilish orqali maqsadlaring davlat xavfsizlik xizmatidagi mana shu nimani davlat idorasini yomon ko'rsatish. Bularga bermang vakolat, bizni tuhmat qilyapti degan maqsad. Ikkita ichki ishlardan chiqqan odamni olib davlat xavfsizlik xizmatiga go'yoki ishga qo'yapsanlar. Ular korrupsiyani oldindan rejalashtiradi. Mana bu korrupsionerlar bilan vazirlik, administrator yomon ko'rsatish uchun. Bularning o'zi riketchi, bularning o'zi poraxo'r, bularning o'zichi narsa deb. Bir 4-5 ta blogerni yo'llaysanlarda davlat xavfsizlik xizmati fohishaxona ochgan, davlat xavfsizlik xizmati unaqa ochgan, davlat xavfsizlik xizmati odamlardan pul olib Koreyaga jo'natar ekan deb. Maqsad nima? Maqsad senlarning jinoyatingni fosh qilib prezidentga olib bormaslik uchun qilyapsanlar. Shu uchun qilyapsanlarda. Davlat xavfsizlik xizmatining eng katta bir nima mansabli bir shunchalar ularda bir mas'uliyati kuchliki, nafaqat tashqari himoya qiladi, ichkarini ham. Oldin qanday edi? Nodirni yomon der edi. Nodir To'raqulov mana tadbirkor narkobaronlarda pulni olar edi, haqqini olar edi. Lekin davlat pulini yegani yo'q. Davlatni pulini yegani yo'q. Xulomov yegani yo'q davlatni pulini. Inoyatov yegani yo'q. Hozir bizga Inoyatov, Nodir To'raqulov, mana bu Xulomov kerak bo'lyapti, o'xshagan. Mana bularni kim tanobini tortib oladi? Trillion, milliard qarz bo'lib ketyapmiz. Prezident olib xalqim uchun yaxshi yashasin, yaxshi yo'l bo'lsin, Amerikada bo'lsin, Yaponiyada bo'lsin deb harakat qiladi. Mana bular qog'ozda hammasi birlashib olib, bitta xalaqit qiladigan tashkilot kim? Xavfsizlik tashkiloti bularga qarshilik qilgandan keyin nima qiladi? Hammasi birlashadi-da, bularga qarshi fitna, insonlarning miyasini chalg'itish uchun, mana bu manipulyatsiya qilish uchun bizga xavfsizlik kerak emas, shu chegaraga qarab yursin, hokimiyat ishiga aralashmasin, prokuraturaning ishiga aralashmasin, ichki ishlarning ishiga aralashmasin degan maqsad. Shu viloyat hokimida qolsin, viloyat hokim avliyo, viloyat hokim ishbilarmon, u kishi nima deydi? Hamma narsani biladigan bir nima deydi-ku, nima bu? Bir super qahramon kishi. Hamma narsani biladi. Yo'l qurishni biladi, hamma narsani biladi. Lekin uni bitta miyasiga shachchika aylanadi. Pul. Qancha pul ishlayman, bu qancha daromad qildim, kunlik tushumi. Mana biz bozorchilar kunlik qancha daromadimizni hisob-kitob qilamiz, bular ham xuddi shunaqa. Bular or, nomus, kelajak, insonlarning shart-sharoitini yaxshi qilaylik degan maqsad yo'q bularda. Bular faqat pul. Bugungi kunda bizga mana shu xavfsizlik kerak bo'lyapti. Juda qadri bilinyapti. Bitta ariza yozsangiz, o'sha arizangizni mazmunini oxirgacha yetkazdirib, onangga bor, otangga bor deb qaytib kelmas edi. Hozir nima bo'lyapti? Hozir mana ko'ryapsan nima bo'lyapti? Ariza yozgan odamni olib borib ichkariga urib, ichak chavog'ini to'kib, derazadan tushib ketdi, hojatxonaga kiraman deb qochishga urindi. Mana sizga bitta bahona. Mana shunday bo'lyapti. Hozir biz ham mana Ulug'bek korrupsioner poraxo'rni dastidan haqqimizni ololmay, tasavvur qiling, sizni mana joyingizda mana qo'lingizda hujjatingiz bor, boshqa tadbirkorda ham katta yeri bor, o'sha dom quraman deb bunga beryapti. Mana shu yerda ham qo'shib ol deb biznikini ham berib pullayapti. Pul olyapsan-da. Nagla aytaman. Olyapsan, olmasang sen o'zingdan o'zing bu ishni qila olmaysan. Pulni olyapsan-da. O'zi aytishi mumkin, Saida Mirziyoyevga qarshi chiqyapti. Yo'q, bu Saida Mirziyoyevani nomidan foydalanib, mana shunaqangi jinoyatlarni sodir etib kelyapti. Talonchilik. Reket yo'li bilan maza qilyapsanmi Ulug'bek?
tuproq to'ydirsin iloyim, ko'zingni iloyim. O'lib ketasan, muncha narsani ko'ring, o'birasanmi? Xudo bexabar, pulimni ber, Xudo bexabar. Xudo bexabar, pulimni ber. Ko'zingga ko'rsataman. Nasib bo'lsa ertaga elchixonaga ketaman. Hozir tayyorgarlik ko'ryapman. Washingtonda nasib bo'lsa meni kutib turinglar. Nasib bo'lsa video qilib Ulug'bek Ashurov akaga beraman. Endi efir qila olmayman, lekin video qilib tashlashim mumkin. Endi efir qilishim ham mumkindir balki. Ko'raman, lekin shu yuqori kanal, iloji bo'lsa, hozir menga nomer berdi shu amerikanslarki, televideniya bor ekan bu yerda, chaqirar ekansiz, o'sha sizni olib ko'rsatar ekan Amerika kanallariga. O'shanga chiqishga majbur bo'lyapman. Erta chiqib bir ogohlantirish beraman, bersa berdi, men ham havasga chiqayotganim yo'q. Bermasa o'sha majburman. Men haqqimda polibon kekitagingdan so'rib olib o'sam bo'laman, Ulug'bek. Men bilan hazillashma. Men seni o'ynaydigan odaming emasman. Obor tadbirkor, prokurorlar ular qo'rqadi. Men sabni yo'qotishdan, poraxo'rligidan qutulib mana bu daromadidan kelishdan qo'rqadi. Tushundingmi? Shuning uchun men bilan o'ynashma. Men seni o'ynashadigan odaming emasman. O'ynashadigan odaming emasman men seni. Hozir mana 400 nechi kishi bo'libmiz. Iloji boricha iltimos, endi nima qilmayman, hozir YouTube rosa o'zgarib ketdi, uncha men nimalarni tushunmayman. Iloji boricha qandaydir like bosishingiz kerak ekanmi, spam bossangiz bir nima bo'lar ekanmi? Men biror marta sizlardan like yo bir kommentariya so'ramaganman. To'g'ri kommentariya so'ringlar, izohlaring yozinglar. Men to'g'ri talab qilyapmanmi, qilmayapmanmi? Endi trolllar ham kelmaydi emas. U ham ichki ishlarda trollchalari, hokimiyat yaloqxo'rlari, ikkita tifal oladiganlar. Bitta tifal, bitta televizor yo'rliqnomaga avliyoday sig'inadi. Xudoga uncha sig'inmaydi. Xudoga uncha sig'inmaydi bu mushriklar. Troll mushriklar. Hurmatli, mana murojaatimizni mana tugatib qo'yaylik. Endi ko'p kishi yozibdi, ruscha ko'rinyapti, negadir menga bilmayman. Xo'sh. Va muhim nuqta shuki, qani hozir mana xo'sh, efir. Assalom, yaxshimisiz opajon? Opajon, yaxshi, rahmat. Tinchmisizlar? Iste'fo hamma tamom urug' aymoqchilik qilib tashladi. Yo'q. Unday iste'fo bu mana shu nimalar, korrupsionerlar mana shu narsani insonni miyasiga qo'yib keladi. Prezident o'g'irlayapti, prezidentni kuyovi o'g'irlayapti, prezidentni buni o'g'irlayapti deb qilayotgan o'zlarini jinoyatini boshqa kishini bo'yniga qo'yib, go'yoki shu narsani tashkillashtiryapti. Axir u prezidentku deydi, qaramasa bo'lmaydimi deydi. Axir yer tagida ilon qimlaydi deb bilaman deydi. Hozir sizlar to'g'ri tushunglar, bular hammasi birlashgan bitta tashkilot bu yoqqa o'tiribdi. O'sha tashkilotda ham mana korrupsionerlar o'sha yarim joylab oldi. Ulug'bek Ashurov odam tanlab, bloger tanlab, videolarni chiqaradi-ku. Unaqa inson emas, u majbur emas. U men ham kanal ochganman, men majbur emasman. Birovning videosini chiqarishga yo birovning videosini men qo'yishga majbur emasman. O'rganib, bilib, vaqtimga, xohishimga qarab qo'yaman. Opaginam ehtiyot bo'ling, nima? Qamalib qolmang. Nimaga qamalib qolaman? O'limga tayyorman, qamalishdan qo'rqaman. O'tgan safar 8 sutka yotdim. Birontasidan bir kechirim so'radim, yo boshqa qilmayman dedim, nima dedim? Nima qiladi? Hech narsa qilolgani nima qiladi? Odamlardan olib chiqib pol yuvdiryapti, kechirim so'rayapti, o'lab. Hayotda undan kechirim so'ragandan ko'ra o'lganim yaxshi. Salom, qo'shni davlat Tojikistondan. Xo'sh, shularni mansabga tayinlangan shamini o'zi boshida o'zi turibdi. Ko'ryapsizlar, mana shunday manipulyatsiya qilib, SMSda chiqasizlar. Shavkat Mirziyoyevning o'zi deb. Yo'q, mana shu yozayotgan shaxsan mana shu korrupsionerlarning trolling xizmati. Chiqib mana shunaqa gaplarni yozasizlar. U gapni gapirmanglar. Hamma sohani o'zini javobgarligi bor, to'g'rimi? O'sha sohani hozir bugungi kunda boshlig'i qilib Ulug'bek Qosimovni qo'ygani o'sha ishi xato prezidentni. Viloyat hokimiga bergani. Bugungi kunda mana ichki nima davlat xavfsizligiga vakolat berilyapti. Mana nechtasini qiryapti. Bularga vahima paysalasiga qurt tushgan.
Tayyor hech narsa qilmay bitta qog'oz qalamda milliard pul ishlayapti. Tayyor tekin tomoq ikkita qo'y beramiz bo'ldi, jinoyatimizni Alloh kechiradi deb bitta masjid quryapti bo'ldi. Go'yoki Alloh bilan hisob-kitob qilyapti. Mana seni ishingni qildim deb. Kim ishdan ayrilgisi keladi? Hammasi birlashadi keyin. Dushmanimning dushmani meni do'stimdir deb o'zlariga shior qilib olgan-ku bular. Haqiqatni luboy joyga aytganman. Luboyman men. O'borsin, O'zbekistonga ham boraman. Nima qiladi? O'borib qabab nima qiladi? Ikki dunyoda meni qamalmaydi ham. Nima qiladi? Qayerimda yoladi. O'ldirsa o'libman. Nima? Tirik qolaman deb o'lib o'tiribmanmi? Nima qilaman? Bu dunyo jannatmi? Hammamiz ketamiz. Men rahmatli otam o'lib ketdi. Nima bo'ldi? Hech kim tirik qolmaydi, hamma o'ladi. O'limni tan olinglar. O'lishlaringni bilinglar. Shuning uchun hamma narsaga chopa-chop qilmasdan haqni so'rashni bilinglar. Haq botil degan. Botilni yonini olmanglar. Men haqqimni so'rayapman. Unga shantajyorlik qilib, bir videoyimni chiqaraman, bir nimayni chiqaraman, menga pul ber deyotganim yo'q. Xudo ko'rsatmasin, men unaqa ish qilmaganman, qilish niyatim ham yo'q. Hozir qayerdasiz? Amerikadaman. Amerikadaman, Allohga shukr. Zo'r joy Amerika. Ko'p kishi so'raydi. Kofirlarning davlati Amerika ingliz tili yomon, Amerikani o'rganmaylar deb bittasi Amerikada o'zi ingliz tili maktab ochib olgan. 200 lamachi desa-da shunaqalardi. Izohiga kirib yozsangiz, Amerika yomon edi, tili yomon edi. Nima maktabingni ingliz tilida yoz desa, darrov haqoratga o'tyapti. Javob bera olmaydi. Hala bir qiziqchi ham aytdi. O'zbekiston jannat makon deysizlar, shunda 5 million aholisi green card o'ynaydimi deb. Assalomu alaykum, opaginam yaxshimisiz? Yaxshi, to'g'ri gapirasiz. Buni qarang-da, meni figuramni gapiryapti. Tavba qildim, meni gapim, muammomga qaranglar, meni o'zimga qarab nima qilasizlar? Meni aftim nima qizig'i bor bergan? Siz Surxondaryolik emasmisiz? Surxondaryodaman. O'zbekistondanman. Agar yashash joyimni so'rasangiz, Surxondaryoda yashayman. Hokimlar hamma joyni sotib yetibdi, prezident ko'rmaydi, bilmaydi deysizmi? Endi prezident tashqi ko'rasizlar, uchrashuvlar, muhokamalar, bitta inson tasavvur qiladi, joy kelsa bitta uyda muammoni hal qila olmaymiz. Bitta uyda muammosini hal qila olmaymiz-da. Mana bitta uyda muammosini hal qila olmaymiz, lekin prezidentga ham oson emas-da. Xo'sh, haqiqat bormikan bu dunyoda? Allohdan qo'rqmaydi farzand. Haqiqat faqat Allohning oldida haqiqat. Haqiqat harakat qilsangiz, botilga qarshi chiqsangizgina haqiqatni topasiz. O'shanda yuksalib, yanada kuchli bo'lib, bitta narsani tushunib yetasiz. Allohdan boshqa insonga bo'ysunmaslik, bosh egmaslikni. O'tirib aytasizlar, men majbur edim, meni qamadi, u qildi, hech narsa qilmaydi. Gap o'zingizda. Qat'iyat bilan o'tirsangiz hech narsa qila olmaydi. Qo'lidan kelgani bir jinnixonaga olib borishga harakat qilib, sizni bir yo'q qilishga urinadi. Afsus, Alloh deb tursangiz ham shu nafas o'ningizda bir sabab bahona bor. Allohga ishoning, Allohga o'zingizni topshiring. Luboy moment, luboy время chiqib ketasiz. Men misolan qilib gapirsam ham Alloh deb tursam, shuna Alloh menga o'nglab mana shu botillarga ustidan g'olib qilib qo'yadi. Men u narsaga ishonaman. Men shu qilayotgan chiqishlarimni ham Allohga ishonib qilyapman. Men shu so'zlayotgan, gapirayotgan, haqqimni so'rayotganim ham Allohning xohishi, irodasi bilan qilyapman. Iloji boricha bir insonga tuhmat qilmasdan, iloji boricha bir insonni haqorat qilmasdan. Lekin men korrupsionerligini juda yaxshi bilaman. Korrupsiya, poraxo'r Ulug'bek. Nimaga poraxo'r? Nima qaysi qonunga asosan meni yerimni berib yubordi? Poraxo'rlikda pul olganda. Pul olmasam birovning yerini berib yuboradimi? Endi aql kiribdi sizga. Kim u Ulug'bek? Ulug'bek viloyat hokimi, Surxondaryo viloyat hokimi, korrupsioner, poraxo'r Ulug'bek Qosimov. Hozir urug' aymog'i bilan Surxondaryoni bozor, mana Yashil dunyo bozorini sotib olibdi deb eshitdim. Nomiga go'yoki Saloh degan quruvchiga berganmish. Hozir mana eshitishim bo'yicha mana shu jinoiy daromadini legallashtirib, o'shalarga mol-mulkka sarflab, janlarni olib kelib Chinara restoranini olganini eshityapman hozir. Poraxo'r, pulimni ber, Ulug'bek.
pulimni ber. Pulimni ber. Endi mana men sen bilan jiddiy shug'ullanaman. Men ha deb o'tiruvdim. Ana bitta mana bu tadbirkor bilan ishim yo'q. Men undan so'ramayman endi. Men sendan so'raman. Pulimni men sendan olaman. Undan olmayman. U o'zidan o'zi u yerda meni joyimga qurilish qilish uchun qatlaban qozgani yo'q, o'z boshimchalik bilan. Sen bergansan porani evaziga, pul evaziga. Pulimni ber. Poraxo'r, pulimni ber. Ulug'bekda kim bo'lardi? 70 millionga kurtka kiyadi hokim. 70 millionga kiyib yuribdi. Dilshod Nazarov kam bo'lmang. 70 millionga kurtka kiyapsan. Kamida paypog'ing bir $1000 bo'lsa kerak, kurtkan $70, tursiging bir $1000 bo'lsa kerak. U pulni kiyguncha pulimni ber. Poraxo'r, korrupsioner, Ulug'bek korrupsioner, mana taninglar, mana korrupsionerdan. Buni olaman, Photoshop qilaman. Shaytonni mana bu yerga narsasini qo'yib, korrupsioner, poraxo'r, pulimni ber. Ulug'bek, pulimni ber, korrupsioner, pulimni ber, poraxo'r, qaysi vakolatdan foydalanib pulimni berib o'rding? Yerimni berib o'rding. Mani pulimni bermaysan, korrupsioner, pulimni ber. Voy, pulimni ber. Voy, davlat xavfsizlik xizmati qaranglar. Voy, prezident, davlat xavfsizlik xizmatiga bering. Biz qachongacha bunday sizdan iltimosnoma qilib so'rab yuramiz? Bilamiz, sizni ishingiz ko'p. Siz mana tashqi ichki siyosatga uncha vaqtingiz yetmayapti. Tashqi mana siyosat, insonlar bilan chegarani yaxshi qilay, old sotini qilay, uni qilay. Erta bir xalq uchun qolib ketsin, mana shu infrastruktura hozir kunda to'g'ri qiyinchilik bo'linlar, kelajakda shu yaxshi meva beradi degan maqsadda qilyapsiz. Bering, bu korrupsionerlar, mana korrupsionerlar. Bu bir yuqoridagi bir vazirlik, mana Abdulla Oripov qo'yib berayotgandirda mana bu Ulug'bekka. Mana shunaqangi jinoyatlarni qilish uchun yerlarni birovni yerini bizga mana chizmamiz, hamma narsamiz bo'lib turib bu yoqda beryapti. Pulimni ber, Ulug'bek, pulimni ber. Ko'chalarga baqirib yuraman endi. Ovozimni boricha baqirib yuraman. Ulug'bek, pulimni ber. Pulimni ber, pulimni ber, poraxo'r, korrupsioner, pulimni ber. Korrupsioner. Ulug'bek, korrupsioner, pulimni ber, pulimni. Yer yutsin iloyo seni. Xudo iloyim jazoingni bersin, pulimni ber. Men seni qo'ymayman, pulimni ber deb. Sen shoshmay tur o'la, sharmandai jahoningni chiqaraman hali. Korrupsioner, korrupsioner. Prezident, bu korrupsionerga ayting pulimni bersin. Saida Mirziyoyeva kurstoshingizga ayting pulimni bersin. Men ko'p so'rayotganim yo'q, arzimagan pul o'zi. Pulimni beringlar, bitta obeti uni. Bitta ujini. Farzandlar bir kunda necha ming dollar sarflaydi-ku, shu ko'p so'rayotganim yo'q, pulimni beringlar, voydod, pulimni beringlar. Men korrupsiyani yo'lida bir ron narsa orttirganim yo'q. Va bir fohishalik qilib pul topmaganman. Voy, pulimni beringlar. Qiynalib topganman u pulni, Ulug'bek. Yer yutsin iloyim, poraxo'r, pulimni ber, poraxo'r. Voy, poraxo'r, jig'ildoningga qanday chiqyapti, poraxo'r? 70 million kurtkani poraxo'rlik qilib qayerdan olding? Poraxo'r, pulimni ber. Yer yutsin seni, shoshmay tur, o'zi shunday avishda o'tiribman. Men seni sharmandai jahoningni chiqaraman. O'tgan safar picha nimalarim bor edi, yig'lab o'zimni tutolmadim nohaqlikka. Meni aldaganga unda chidolmayman, to'g'risi. Unda yolg'onchilar juda yomon ko'raman. O'zim tushunib yetdim, o'zimni xatoyim, ishonganim. Yana bir bor amin bo'ldim va ishonmaydigan bo'ldim. Hozir mana 2 hafta oldin qulog'imga lag'm o'dildi yana. Qo'y, mayli o'zimizni tojigimiz, o'zimizni bir uzoq qarindoshimiz deydim. Afsuski, men undan boy ekanman hozir. U boy emas ekan, uni Ulug'bek talab hamma joyini sharmanda qildi. Taxo Range Rover minguncha, qo'sha tillo taqquncha, qo'sha klinika qilguncha meni pulimni Ulug'bekdan salgina qisib qolib bersalaring bo'lar edi-ku. Nima kerak sizlarga mana shuncha gap? Yer yutsin iloyim sen Ulug'bek. Xudo iloyim jazoingni bersin iloyim. Opa sizni ushlab olib kirib rossa Zafar Azimov bro onangni itaruvdim ichkariga olib kirib. Itargan bo'lsa ayt, onamni itaruvdi deb. Boshingdan o'tganingni menga gapirma. Balki o'zing yechib olib og'zingga olgandirsan, qo'pol bo'lsa ham. Tushuningmi? Menga gapirma bu gapingni. Senlarni shunday qiladi, izvasa qiladi. Olib kirib xohlagan ishini qiladi, meni emas. Opa kim? Siz qayerliksiz?
Ulug'bek, Allohdan qo'rqsangiz berib qo'ying pulini, hamma sharmanda bo'lmasdan. Pulimni bersin. Majbur bo'lyapman, aytayapman, ogohlantirish bu yerdan. Yaxshilikchi ber. Yo'q, bular kayf qiladimi meni gapimdan? Yo'q, meni bir baqirtirishni yaxshi ko'radi, mana shunday haqqini so'rartirib. Isroilga ham aytar edim necha marta. Isroil, sen mana bu kibrlanma, takabburlanma, mana to'g'ri hamma senga bunday qilib o'tiradi, qo'liga daftarda olib, hamma ishing bir pasda hal qilyapsan. Sen mansabim bor, Zaynobiddin bor deb ishonib unga xohlaganingni qilyapsan, lekin menga qila olmaysan der edim. Nazariga ilmas edi. Ki o'zi e'lanib chaqirib, men 70 million emas, ki 150 million qilib olar edim undan. Asabimni buzganing uchun deb. Senga jazo der edim. Bular ham shu narsani xohlayapti-da hozir. Aytayapman, mayli, shunchaga beraman, hozir menga pul kerak. Bir ikkita joyga biznes ochishim kerak, narsa ochishim kerak, uy olishim kerak, uyimga pul berishim kerak. Shu narsani ko'zlab o'tiribman desam, endi mana ko'rasan. Xohlagan narximni qo'yaman endi. Olaman, polibom olaman. Chaqirib berasan. O'sha Amerikada odamingni jo'natib, mana bergan tadbirkorlar bor senga. Xizmat qiladigan. O'shalardan chaqirib berasan kerak bo'lsa. To'xtab tur, ko'rasan olmasan nima qilishimni. Sen men bilan o'yin o'ynayapsan. Senlarga shu narsa kerak. Senlar ana shuna qilib maza qilish kerak. Qachongacha shunaqa qilasiz Fazilat Surxondaryo'misiz? Pulimni bermasa qilib beraman. Ulug'bek, Allohdan qo'rqsang berib qo'ying. Opa siz urushib olib kirib onangni o'qishyapsan, to'xtang. Tursiga $100 turadi. Pulini ber Ulug'bek opani. Negativ yozma, iltimos opajon. Assalomu alaykum. Va alaykum. Xo'sh, siz normalni bo'ling singlim. Qancha pul berish kerak? Pulni o'zi biladi. Telefon qilsa gaplashamiz. O'tgan safar video zapisda qilib oluvdim. Endi chiqarish niyatim yo'q, to'g'risi. Men mayda-chuyda narsalar chiqarib, screenshotlab yurmayman. Prosta mana bu o'tgan safar sizlar bir shubhaga bormalaring, Ulug'bek Qosimovning qanaqa aloqasi bor deydigan bir bilsa ham bilmaganlik olib yaloqo'ylik qiladigan bir dalboyoblar bor, qo'pol bo'lsa ham. O'shalarda bir haqiqiy isbot dalilligi uchun men o'sha arxitektura bilan mana bu tadbirkorning nimasini zapis qilib olgan edim. Opa, Ulug'bek bilan o'ynashmaganingiz ma'qulmi deyman. Jahongir Muhidinov, Allohga shirk keltirma, Allohga sherik keltirma. Alloh yakka-yu yagona. Allohning sherigi yo'q, u hech narsaga muhtoj emas. Bandalarga aytganki, menga sig'in. Birontani menga nima olib keltirma. Tavba qildim, tavba astag'firullah, tavba qil. Kufr keltiryapsan. Sen sig'inib yur o'sha Ulug'bek Qosimovga, men Xudoga sig'inaman hozircha. Sen sig'inib yuraver unga. Men sig'inmayman. Men uni bir poraxo'r deb bilaman, korrupsioner deb bilaman. Termizda ham yurganman. Oldiga ham chiqqanman, gapirganman ham, audio zapisi ham bor. O'zimni bir har ehtimol qarshi zapis qilib olgan edim. Elbek yugurib kelgani uchun nachalniklar chaqirib oldi. Fazilat keldi deb. To'xmatni bo'ynimga qo'ymasin deb. Bir ikkita masalani aytsam, o'zini aqli yetmayapti. Nima deyishdi? Haqqimni o'sha payt oldidan ham so'raganman. Bundan keyin ham so'rayman. Senlarga o'xshab paxta qo'yib, tayiga narsa qo'yib, bo'la chiqqan bor, uning bor demayman. Akasini qamataman. Shu qamat akalarimni rosa xursand bo'laman. Bittasi o'g'ri, to'k o'g'irlab bir bola qilib olib chiquvdim. Oborib qama shuni ham. Bittasi narkotik sotgan. Odam bo'lmaydi, yaqinda bittasini pichoq urgan. Men ular uchun javob beraman. Xohlasan shularga bir 10 yil ber. O'zim senlarni qo'llab quvvatlayman. Unisiga bir 20 yil ber. Umuman qarshiligim yo'q. Men o'zimga javob beraman, birov uchun javob bermayman. Kerak bo'lsa farzandim uchun ham javob bera olmayman. Komment pulini ber deb so'rab beraylik. O'sha pulimni bersin, yozinglar. Pulimni bersin. Poraxo'r Ulug'bek. Voydod, Ulug'bek poraxo'r pulimni ber. Yer yutsin iloyo, seni Xudo iloyim jazoyini bersin. Xudodan to'p iloyim. Ro'mol qayda? Onangga o'rgatirasan. Meni xohishim. Ro'mol baylaymanmi, baylamaymanmi, senga nima? Senga g'ami tushyaptimi? Qo'lingdan ko'p ish keladi ekan. Nima qilasan, doston qilib hammaga. Qilaman. Ijtimoiy tarmoqlar orqali haqqimni so'rayman. Poraxo'r, korrupsioner Ulug'bekdan. Senlar sig'inib yurgan Xudo deb Xudoga sherik keltirayotgan poraxo'rga qarshi chiqaman men.
Pulimni ber Ulug'bek, korrupsioner. 7 metr kavlab. Xudo bularni jazosini beradi. Bularni yeyotgan ovqatini ham his qilmayapti o'zi bular. Alloh taolo shunday bularni korrupsiya, haromxo'rlik bilan band qilganki, hayotda bu dunyoning lazzati nimaligini bilmaydi bu. Poraxo'r. Yer yutsin iloyo seni Ulug'bek. Men senga hoji bobo ham emasman enavi, Suyim bobo. Kechirim so'rab haqqingga duo qiladigan. Yer yutsin iloyo. Xudovand o'ylar. Amin. Opa sizga yaxshi insonsiz omad tilayman, qolmayman sizga xuddi solib qo'ying. Nimaga Xudoga ham so'laman, haqqimni ham so'rayman. Mazza qilaman. Elchixonani oldiga borib sen tomosha qil, qanday tomosha ko'rsataman. Odamlarni jalb qilish, menga teng keladigani yo'q. Haqqimni jamoat joyiga katta so'rash, O'tgan safar futbol maydoniga boraman dedim, ha qo'y dedim, o'zi futbol bilan meni ishimning nima aloqasi bor dedim. Shu xursand bo'ldik bu. Bularda nima aybi bor deb o'zim bilan yana savol javob qildim. Qilayotgan ishim noto'g'ri deb. Bo'g'ilmay Fazilatxon, men bo'g'ilayotganim yo'q. Ovozim naborot baqirsam chinkillab chiqadi. Opa Ulug'bek kim tushuntiring, qaysi? Viloyat hokimi. Yer yutmaydi, yer ham bezor yeb to'ymaslar. Iloyim Xudo, bu yog'ini aytmaylik, bular boshlaydi keyin. Bunga bittasi chiqadi yana, u chala nimasi. Kim u dinshinosi. Aqida parostligi deb. O'z bir narsa desangiz jahannamda kuy dedi, unday dedi. Ilmiy asoslantirib bera olmaydi bular. Harakat qiladi shu Ulug'bekka yaxshi ko'rinay viloyat hokim menga bir narsa berar deb nasibasidan umid bo'lib itday o'tiradi, kuchukda akillab. Shu menga bir nazar bo'qsin, Xudo nazar qilsin de, Allohda nazariga tushaydi. Iloyim yer yutsin seni Ulug'bek, yer yutsin iloyim. Ha, iloyim yer yutsin seni. Surxondaryo xalqi ozod bo'lsin sen zulmingdan, poraxo'rligingdan. Iloyo yer yutsin seni. Kerakmi senga shuncha gap mendan? Xudodan bexabar og'zimga shunday gaplar kelyapti, o'ylam mumkin emas. Haq bosib o'tiribman. Haqorat bilan endi ish bitmaydi. Yer yutsin iloyim seni Ulug'bek, pulimni ber. Pulimni ber. Senga shuncha gap kerakmi Ulug'bek, pulimni ber. Qaysi bilan vijdoning bilan olding? Sen birov aytayapti, Ulug'bekga hujjat olib kiribdi, u sizni nomingizda emas ekan deyapti. Qanday meni nomimda emas? O'zimda nomimda qolmayapsiz yerlar. O'sha senga berayotgan ma'lumot senga dushman sinachi. Sen bilan urushsin, sen bilan ololmayapti alamini fazilat o'qali olaylik bir-birini deyapti. Yer yutsin seni, qog'oz olib ko'rmaysanmi, tekshirtirmaysanmi? Meni nomimda-ku yerlar. O'ylaysan Amerikaga chiqib ketdi, biz yerini o'zlashtirib olamiz deb berib yordingmi? Meni olasan. Sharmandangni chiqaraman hali borib elchixonani oldiga. Hozir chiqaman yo'lga. Hozir chiqsam yetolmayman. Bizda soat 3 bo'ldi, sizlarda adashmasam 12 bo'lyapti. Kech bo'ldi afsuski. Erta-ertaroq boraman. Ko'rasan o'zi, shaqda qanday bayroq ko'tarib, rasmingni ko'tarib sharmandangni chiqarmasam. Odamlarga narsa beraman. Mana Trump o'yinchog'ini olib urib yotadi. Seni o'yinchog'ingni tayyorlataman. Poplab savalayman. Rasmingni uyib olaman. Qora kuydilar sepib betingga. Korrupsioner stop o'g'ri deb. Qarasang, qara kerakli tashkilot yana birgalab poraxo'r yana prokuraturang. Ha vazirlik. Voy nimalaring, kim yana arxitekturani boshlig'i respublikaniki. Oldi yana edi, kim edi? Botir nimadir edi. Hozir joyiga kimdir bo'lgan. Voy korrupsionerlar bir bu darajali haqlaringdan oshma, xatlaringdan. Meni yerim turibdi, meni pulimni olishim kerak. Senlarga kerakmi? So'ramaysanmi Ulug'bekdan? Shunchalar sanlar harakat qilyapsanki, sen odamlarni nimasi haq huquq qolib ketyapti, pul. Qancha o'zi hamma yerni chizib chiqyapsanlar, qancha bu yoqdan soqqa qilsak bo'ladi, mana bu qancha foyda beradi. Chunki senlar domni topshirib olasan, senlar domga ruxsat berasan, pul olyapsan-da, pulni orqasidan. Shu pulni olganga yarasha bir bizni infratuzilmamiz, bizni shart-sharoitimizga qulaylab bermayapsan. Nodir davrida shunday edikmi? G'ulomov davrida shunday edikmi?
Surxondaryoda 3 etajdan baland qo'ymasa edi prezident Islom Karimov. 4 etajdan. Bor bu domlarni qarab, chaqirib quruvchilarni Nodir To'raqulov oshirmaysan, narx-navo mana buncha deb nazorat qilar edi. Xalqqa arzon berasan deb. Senlar o'zi bitta, ikkita, uchta podyezdga milliard olyapsan. Yer uchun adelni olyapsan. Ruxsat berish uchun, foydalanishga topshirish uchun adelni olyapsanlar. Lekin unga svet bo'lmagan, kadastr bo'lmagan, lekin senlar foydalanishga tushirib beryapsan. Nimani evaziga? Porani evaziga beryapsan-da. Pora xo'rsanda, pora xo'r. Hozir mana bugungi kunda prezident qaror chiqargan, dom bizga dom kerak deb hamma joy dom quryapsan. Quruvchiga pullash uchun dom qurib beryapsan-da. Tekin beryapsan, bepul beryapsan. Yo'q, bir aholini o'yligiga qarab, yo yashash tarziga qarab, enosini monitor qilib beryapsanmi? Narx-navo nima uchun domga ko'tarilgan bir tinga qimmat o'zi dom 5,5, 6,5, 1 milliongacha ko'tarilib ketdi. Surxondaryoning o'zi bir eng chekka joy. Termiz. Qanday u 8-10 million senlarda shapkang minyapti-da, sana mana poraxo'r, mana bu nafsing million yer yutsin sen Ulug'bek, sening nafsing haqalab o'tib, xuddi mana Isroil, yana Zaynobiddinga o'xshab, salar o'lyapsan-da. Pulni ustiga narxga qo'shilyapti, xalq ko'rib beryapti-da. Tadbirkor ham nima qilay deydi, majburman deydi. Mana eshitib, quruvchi aytar edi. Mana isbot qildimi? Mana Isroilda pashda 80 ta uyi chiqdi. Nima bo'ldi o'sha 80 ta uylar? Jimi chiqdimi? Balkim qaytarib bo'lgandir. Ulug'bek Elavki Alisher Usmonov sudyani nimasiga pul ber. Dolyasini ber. Bizni sotmaganliging uchun senga mukofot. Ana muttaham o'g'rilar kerak-ku hamisha. Korrupsionerlar. Ularni sotib, ularni nomini yomonlagan emasligi uchun. Pulimni ber. Hurmatli mana yuqori turuvchi tashkilotlar. To'g'ri bir tinga olmasalaring ham mana aytib qo'yaman, polibon pulimni olaman, men bilaman, unga ishonaman. Avval xudo deb chiqaman, men baqirib o'tiraveraman. Menga ham paxa, to'g'risi, menga 2 barobar paxa. Maza qilaman. Barabar men olaman bir kun ovoz qilib chiqaman, maza qilib chiqaman. O'tirib baqirib zato xumorimdan chiqib kelaman. Baribir ham olaman. 2 kere 2 olaman. Yaxshilikcha pulimni ber. Men senga mana shantaj narsa qilmayapman. O'zimni pulimni, haqqimni so'rayapman. Pulimni bermasang, oqibatini senga tushuntiryapman. Haqqimni maydonga chiqib, oq uyga borib, Trampning uyini oldiga borib so'rayman ki, Trampdan so'rayman. Sen yordam ber deyman. Pulimni olib berishga. Venesuelani prezidentini o'g'irlab kelding deyman, Ulug'bekni ham o'g'irlab kel deyman. Bir savob ishga qo'y, Surxondaryo xalqi qutulsin shundan deyman. Boshqa ishimiz yo'q. O'tkazar Hoji bobo so'radi-ku Tolibondan yordam. Yo'q, men Tolibondan so'ramayman, men Trampdan so'rab, o'zi u zo'r o'g'irlab kelyapti mana davlat rahbarlarini. Ayniqsa mana Ulug'bekni o'g'irlab kelsin. Prezident bilan ishim yo'q. Ulug'bekni o'g'irlab kelsa hokimlarni. Shu seni o'g'irlab kelsin. Vertolyotda yotgan joyingda. Shundan iltimos qilib borib so'rayman Trampdan. Bitta operatsiya nima qil, rejalashtir, iltimos meni pulimni bermayapti. Poraxo'rlik, Surxondaryo xalqi qiynalyapti. Uy quryapmiz, dom quryapmiz deb 16 etaj qurgan, na uni bir asfalt yo'li bor, na bir parkovkasi bor. Odamlarning aholini sonini sanab, mashin har bir xonadonga 2 tadan to'g'ri keladi. 2 tadan biz parkovka qilishimiz kerak. Bolalar o'yingohi monitor qilib, bu joyda magazin bo'lishi kerak. Insonlar uzoqqa bormasligi uchun, ob-havo issiqligi uchun deb hech narsa qilmayapti. Pulni olyapti, o'tni kallasida kredit beryapti deb bizni xalq ham yuguryapti. Kreditga o'tirib qolyapti. Mana bu rekord o'rnatibdi-ku. Ana korrupsioner Ulug'bek esa bo'yaveryapti. Yana deyapti. Xudodan top iloyim, yer yutsin iloyo seni. Inobatga olsalaring, onlaring ana viloyat o'sha respublika prokuratura senlar nazorat qilishing kerak. Mana administrator Komil Allamjonov olsang, olmasang mana bu yerda o'tiraman. Sen agar Komil Allamjonov ishonayotgan bo'lsang, bu yerga odamim bor, seni ushlab ketaman. Qo'lingdan kelganini qil. Tushuningmi? Okey? Qo'lingdan kelganini qil. Luboying bilan gaplashaman. Qo'lingdan kelganini qil. Sen ham qanday uyushtirib davlat xavfsizlik xizmatini yomon ko'rsatayotganingni bilaman. Sendan qo'rqmayman. Qo'rqadigan joyim ham yo'q. Bugun mana administratorni yordamchisi bo'lib nima ishlar qilmayapsan sen? Bugun kunda maqsading talash, mana poliya qilish, xalqni yana jarimaga tiqish, maqsading boshqa narsa emas seni.
Shu maqsadda kelgansan sen. Balki seni sherigingdir shu Ulug'bek. Pulimni ber akalang. Pulimni ber. Ha, aytadi bular. Pul bergandan keyin rahmat ayting. Qani rahmat aytaman. Shunday dilizxo'rlarim bor. Shunday dilizxo'r aytaman senlarga, tomosha qil keyin. Maza qilasan. Ikki dunyo ham esingdan chiqmaydi dilizxo'rlarimdan. O'sang olmasang o'zing bilasan. Mana men senlarga murojaat yo'layapman vazirlik. O'sang olmasang o'zing bilasan. Menga qizig'i yo'q. Men haqqimni so'rab berishaydan olaveraman. Prezidentdan Trampdan so'rayman borib keyin. Xayr, bay bay, yaxshi qolinglar, o'zlaringga ehtiyot qilinglar. Good night.